Erkak kishi xotini yaxshi yomonni qayerdan biladi? Dada bo'lib siz ham biron narsa deng. Ozda qatiq uyutdingizmi? Kishilik jamiyatida eng ko'p uchraydigan ijtimoiy hodisalardan biri bu er-xotin janjalidir. Zamonaviy davrda er-xotin yo yuzma-yuz, yo mobil qurilmalar orqali janjallashadi. Insoniyat tarixining qaysi davrini olmang, bu mavzuga albatta ko'plab misollar uchraydi. Bizning ajdodlarimiz ham bundan mustasno bo'lishmagan. Hattoki ular dunyoning bir burchagidan boshqa burchagida turgan turmush o'rtog'i bilan maktub orqali janjallashgan. Ishonmaysizmi? Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. 1900-yilning 25-iyunida Xitoyning qadimiy Dunhuan shahri xarobalaridagi bir g'ordan milodiy asr boshlariga oid ko'plab hujjatlar topilgan. Ular orasida so'g'itcha hujjatlar ham mavjud bo'lib, bir maktub muhim ahamiyatga ega. Maktub bundan deyarli 1700 yil oldin, ya'ni milodiy 313-yilda Xitoyning Dunhuan shahridan katta ehtimol bilan Samarqandga yo'llangan. Maktub muallifi samarqandlik Mevnay ismli ayol o'z turmush o'rtog'i yirik savdogar Nanaydhatga yolg'iz qizi bilan o'zining Dunhuanda og'ir ahvolda qolib ketganini bayon etgan. Maktub ijtimoiy norma o'laroq ayolning o'z eri nomiga tahsin va duolar aytish bilan boshlanib, Dunhuan shahrida chorasiz holda xitoyliklar asirasi bo'lib qolgani bayoni bilan davom etadi. Gap shundaki, So'g'd savdogari Nanaydhat samarqandlik ayolga uylanib, uni Xitoyning Dunhuan shahriga olib kelgan. Dunhuanda uning yirik savdo shirkati bo'lgan. Maktubdan anglashilishicha, Nanaydhat savdo ishi bilan g'arbiy mamlakatlarga ketgach, shirkat Xitoydan qarzdor bo'lib, uning xotini Mevnay va qizi Shayn garov sifatida asirlikda saqlangan. Chorasiz Mevnay ushbu maktubni yozishga imkon topa bilgan. Maktub so'ngida ayol eriga quyidagi og'ir so'zlarni yozadi. Siz menga faqat nima qilish zarurligi haqida buyruq yozasiz. Ammo bizning holatimizni bilishni istamaysiz va qutqarishga urinmaysiz ham. Bizning xitoyliklarga xorozorlikda qanday xizmat qilayotganimizdan sizning xabaringiz yo'q va bilishni ham xohlamaysiz. Otamning uyida siz qo'ygan bu cheklovlar yo'q edi. Men sizning amringizga itoat etdim va Dunhuanga keldim. Onamning ham, ukalarimning ham amriga rioya qilmadim. Oqibatda amringizni bajargan kunim xudolar mendan g'azablandilar. Men sizdan ko'ra itning yoki cho'chqaning xotini bo'lishni afzal ko'rgan bo'lardim. Afsuski, maktub manzilga yetib bormasdan Xitoy ma'murlari qo'liga tushgan va Dunhuandagi arxivda saqlangan. Shu tufayli Mevnay va uning qizi Shaynning keyingi taqdiri bizga qorong'u. O'tgan asrda olimlar tomonidan qadimgi Dunhuan arxivining topilishi bilan ushbu maktub ham dunyoga ma'lum bo'ldi. Qo'limdagi bu hujjat ushbu maktubning nusxasidir. Maktub nihoyatda xushxatlik bilan yozilgan. Eng qizig'i, maktubning boshqa burchagida, ya'ni mana bu qismda savdogar Nanaydhatning 9 yoshli qizi Shaynning ham o'z otasiga yozgan maktubi aks etgan. Faraz qiling, ba'zi xalqlar tamaddun nima ekanligidan hali xabari bo'lmagan 3-asrda bizning ajdodlarimiz xonadonida nafaqat o'rta yoshli ayol kishi, balki hali 10 yoshga to'lmagan qizaloq ham xat savodda yetuklik darajasida bo'lgan. Bu videoni bizni savodsizlik, madaniyatsizlikda ayblab kelgan va ayni damda ayblayotgan
qo'shtirnoq ichidagi ba'zi madaniyatlilarga yuborib qo'ying. Qani ular o'z tarixidan xuddi shunday davrda yashagan biror ziyoli ayolni bizga misol qilib ko'rsata olarmikin?